Bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan yana men Avsidiya. Bugun Minecraftga skin yuklashni o'rgataman sizlarga. Hozir juda ham vaqtim ziq edi, shunga bu qisqaroq video bo'lishi mumkin. Mana Master moddiga kirasizlar, buni Play Marketdan Master for Minecraft P deb yozsanglar chiqadi. Da kirasizlar. Hozir Play Marketdan yuklashlaring kerak bularni. Keyin pastga tushasizlar va skin degan joyga bosasizlar. Har monster qizlarniki, o'g'illarniki bor. Demak, sizlar o'tkirib ketaverasizlar. Mana. Yo'q, bitta skin yuklaysizlar xullas. Unga mana bu yoqadi. Unga bosib kiraman. Keyin Minecraftga ham qanday qilib Minecraft o'ziga ham yuklab olish kerak. Hozir reklama berilyapti. Tez bo'lsang, vaqtimiz yo'qda hozir. Ism qo'yasizlar. Misol uchun Avsidiya. Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o'tasizlar, bosasizlar xullas. Keyin yesni bossanglar bo'ldi. Keyin nima bo'lyapti? Ochalar, to'xtanglar. Bo'lmay qoldi, to'xtanglar. Boshqa narsaga kirib ketdi umuman. Boshqa narsaga kirib ketdi bachalar. Xatolik bo'ldimi bilmayman. Markaz Toshkent, tog'ning toza havosi, shahardan atigi 15 daqiqalik yo'l va yangi Toshkent loyihasi yaqinida joylashgan. Mana bosasizlar. P. Mana. Bo'ldi. Kirdim Minecraftga. Bo'ldi. Mana shunday bitta ochiq joyga shunday bosasizlar. Mana joyga kirasizlar xullas. Skin. Mana. Yo'qni bosasizlar va skin tayyor. Mana sizlar uchun skin. Va shu bilan bugungi videomiz tugadi. Sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasi esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr, joninglar sog' bo'lsin.